Koreyada tekin sayohatlarni topish sirini bilasizmi? Assalomu alaykum. Sizlar ham Koreyada tekin sayohatlarga borishni xohlaysizmi? Bugun sizlarga faqat chet elliklarga beriladigan bepul sayohat va tadbirlar qanday topish mumkinligini o'rgataman. Birinchi o'rinda brauzerni oching va Funday Korea veb-saytiga kiring. Saytga kirganingizdan so'ng yuqori o'ng burchakda 3 ta chiziq menyusiga bosing. Keyin Events bo'limiga bosing. Bu bo'limda bepul sayohatlar, tadbirlar va shoular ro'yxati chiqadi. Ammo ariza muddati juda muhim. Agarda o'tib ketsa, hech qanday narsa qila olmaysiz. Masalan, aprel 25-26 kunlari Yongjung shahrida tekin sayohat bor edi, lekin mart 29gacha ariza topshirish kerak edi. Real misol, aprel 27-kuniga shouga ariza beramiz. Mutlaqo tekin 30 nafar chet elliklar uchun chipta beriladi. Har bir arizaga 2 ta chipta ajratilgan. Apply tugmasini bosishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun juda oson. Tizimga kirish, email yoki Google orqali tez kirishingiz mumkin. Ma'lumotlaringizni kirgizishingiz kerak. Ism, familiya, nickname, masalan, Azizxo'p. Davlat O'zbekiston deb yozasiz va tug'ilgan yilingiz, jinsingiz, telefon raqamlaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Koreyada yashayotgan shaharingiz va o'zingizni, mahallangizni nomini. Koreyada nima bilan shug'ullanasiz? Masalan, men studentni belgiladim. Instagram yoki boshqa social media profilingizda nechta obunachingiz bo'lsa, shuncha yutish imkoniyati yuqori bo'ladi va o'zingizni Instagram akkauntingizda nomini yozib qo'yishingiz kerak. Undan keyin qiziqishlaringiz haqida yozib qo'yishingiz kerak. Masalan, men K-dramaga qiziqaman, K-dramani belgiladim va tabiatga qiziqaman, tabiatni, nature deb belgiladim. Oxirida sign up tugmasini bosishingiz va bepul chiptalarga ega bo'lishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatlar juda ko'p. Bilganingizni do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi safar pul to'laydigan sayohatlar haqida gaplashamiz. Follow tugmasini bosishni unutmang. Rahmat kattakon.